5 ta ishtirokchi dachiga qamaldi va kim bularning ichida oxirgi bo'lib suv ichsa 1 million so'm yutib oladi. Lekin bu videoda biz ko'plab odamni suv ichishga majbur qiladigan shartlar bilan bir-birimizni qiynaymiz. Qani ko'ramiz. Bu noodatiy challenge'da kim yutar ekan? Va nihoyat do'stlar, Omonxon YouTube kanali 2 million obunachiga erishdi. Va bu narsa uchun o'rtoqlar men hamma obunachilarimga kattadan katta rahmatimni aytaman. Chunki bu natija bizdan yanada ko'proq va qiziqarliroq video qilishimizga motivatsiya beradi. Rostini aytsam, bizning bu yilgi maqsadimiz 2 million edi va 2 million obunachiga erishgandan keyin videolarning sonini kamaytirib, bu yilda takoy spokойно dam olib tugatmoqchi edik. Lekin sizlar uchun videolarni umuman kamaytirmoqchi emasmiz. Naborot, ko'paytirib va ularga ko'proq pul tikmoqchimiz. Va bu uchun sizlar albatta like bosib qo'yinglar va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Chunki biz 2 million obunachiga erisha oldikmi? Demak 10 millionga erisha olamiz. Va bu uchun shunchaki mana obuna bo'lsam ko'radigan insonlar prosta obuna bo'lish knopkasi bosib qo'ysa bo'ldi. Va давайте shuning uchun hozir sizlar bilan kichik challenge o'tkazamiz. Ya'ni pastda obuna bo'lish knopkasi bor, ko'rib turibsizlarmi? Hozir hammamiz birga bosamiz. Sizlar ham qo'shilib bosasizlar, men ham bosaman. Kelishdingmi? 1 2 3. No, men obuna bo'ldim, sizchi kommentariyada yoz qoldiring. Va endi bo'lmasam videoni ham boshlaymiz. Bu videoda biz kim oxirgi bo'lib suv ichsa yutadi challenge olamiz. Ya'ni orqamda shuncha ishtirokchi va hamma qo'ldagi suvni ichsin. Va endi shu paytdan boshlab hech kimga suv ichish mumkin emas. Va kim oxirgi bo'lib suv ichsa, o'sha million so'm yutib oladi. Yaxshi, qarzdor bo'lasan men suvni. Tomchisiga boshidan qo'yib yubordi. O'sha 1 millionga borib 1 blok suv olib ichaman keyin. Hammaga 100 mingdan beraman, qolgan pulimni yutaman. O'zini bozorchiman deb o'ylaydi hayoting bor. Unaqa emas, okey, paynali. Ey, sizlar-ku suv ichasizlar. Ammo suv ichmasdan turib qatnashib ketaman. Qolgan video davomini ko'rasizlar. Menga bitta ideya keldi, suv ichish mumkin emas, lekin bu Omonxondan so'rasam, basseynda cho'milish mumkin dedi. Bizda ikkita basseyn bor, bittasi zimniy, bittasi tashqarida. Suvda odam cho'milsa, chanqamaydi, shuning uchun menimcha nabarot. Men har doim cho'milsam chanqayman lekin. Ammo nima qilyapti bu? Lekin mevali yesa bo'ladi, to'g'rimi? Qanaqadir narsalar. Da. Yana bitta zo'r yo'li bor, prosta uxlab olish. Menga yoqdi. Oxirida takoy uyg'oning, siz 1 millionni g'olibi bo'lasiz. Ne, stopsan bu yoqqa. Bolalar hozir fitna qilyapti. Ya'ni ataylab qanaqadir chanqa qoldirilgan meva yeyishmoqchi. Birinchidan, meva yo'q. Ikkinchidan, atrofida shunaqa magazin ham yo'q. Va uchinchidan, o'rtoqlar, bu oddiy challenge bo'lmaydi. Men Omonxon YouTube kanalida oddiy videolarni ko'rmasliginglarni o'zlaring ham yaxshi bilasizlar. Shuning uchun hozirroq videoga like bosib qo'yinglar va men sizlarga bu challenge juda ham ko'plab qiynoq usullari va yana har xil nakazaniya va challenge bo'lishini eslatib o'taman. Lekin bu challenge-da shonguringlar, dashi 1 soat ham suv ichmaslik qiyin bo'lib qoladi. Bir video oxirigacha ko'ringlar, albatta like bosib qo'yinglar. Shuni bilib olasizlar. Va endi bo'lsa hamma xohlagan joyga borsin. Kim chanqamas uchun qanaqa usuli bor? O'shani sinab ko'rsin. Chetdim basseyn. Og'ziga so'kirish mumkin emas, boshiga so'kirish mumkin emas. Zafar babi suvda uzoq tura olmaydi, chunki babi charchab chiqadi. Cho'milib bo'lgandan keyin menimcha chanqasa kerak. Va hozir shunda Zafar akaning kallalari ishlagani, baribir tananing teshichalari bor, tana nafas oladigan gap bor-ku. Hozir tanalari suv ichayapti. Do'stlar, Omonxon mana kechagina 2 millionta obunachiga erishdi. Xudo xolasa, keyingi yili 2026-yilda men sizga 2 million dollar foyda qilishingizni tilab qolaman. Shuning uchun Omonxonni qo'llab-quvvatlanglar va obuna bo'linglar. Omonxonda tez orada juda ko'p yengilliklar chiqadi do'stlar. Chunki maqsad endi 3 million bo'lish. Voy, buni qaranglar, qarang, prosta qiyin emas, bosh ortib o'tirmaydi. Uxlab olsam challenge ham bera olmaydi menga. Shundoq uxlayman, ko'zim yo'q, omon uyg'otaman. Jigar turing, 1 million yutdingiz deb. Shu. Men bemalol ayiq bilan kim ko'p uxlashga sport o'ynay olaman. 12 soat, 15 soat, 20 soatda uxlay olaman. Menimcha bu challenge 20 soat davom etmasa kerak, to'g'rimi? Xullas hozir Zafar chiqadi, itarib olsam boshi bilan suv kirib ketsa o'yindan chiqarmikan? Men unda og'zidan suv beraman. Hozir bitta puxyona reja qolmadi. Qolganlarga qarshi o'ynasam nima bo'larkin? Nimadir rejalarga suv ichirib olishmi qanaqadir. Hozir hammaga tam suv taklif qilib, ichirib olishga harakat qilaman. Bo'lmasam men puxyona rejalarimni boshladim. Xo'p, menga bitta g'oya keldi. Men bu yerda mana katta televizor bor. Voy bo'ldi. Bitta suv iching. Yo'q, rahmat. Meni aldolmaysizlar. Bular meni aldamoqchi bo'ldi, lekin bunaqasi o'tmaydi menga. Sizlarga Do'stlar, men YouTube'da nima ko'rishni bilaman. Men bunaqa mashinalarni videosini ko'rsam hech qachon zerikmayman. Ana endi mazza qilib shularni ko'rib o'tiraman. Menga endi 4 soat, 5 soat ham kerak bo'lsa suv ichmayman umuman. 1 million so'm meniki bo'ladi.
Baribir nima qilib bo'lsa ham o'qishdaman. Video davomida ko'rasizlar. Hammasiga suv ichirib yuboraman. Javob. Va keyin Oybekka hammani chanqatish uchun idishga kireshkilarni solib, ustidan tuz ham sepib qo'ydi. Sizlarga kirishki tayyorladim. Rahmat. Rahmat. Sog'liq televizor ko'ryapsiz, to'g'rimi? Kirishki bermoqchiman sizga yeb. Do'stlar, o'zicha mana bular kirishki bilan aldamoqchi, lekin men bu kirishkidan bitta ham yemayman. Boya ovqatlanib olganman, suv ham ichib oldim. Men smela televizor ko'rib o'tiraman endi. Bu paytda men bolaga bildirmasdan cho'ntagimga Lavina ichimligini yashirib oldim. Yaxshi kirishki. Yo'q, men chanqatadi bu. Bo'ldi, o'zingiz bering, sizdan keyin men yeyman. Do'stlar, men har doimgidek xitrli qolman. No ko'rib turganingizdek, bolalar qanaqadir bir-birini chanqatish uchun har xil narsalarga bir-biri qiynayotibdi. Ammo esa bu paytda xitrli qilib, mana shu oy, mazza qilib energetik ichib, ulardan bemalol o'tib ketaman. Oy. Все, o'rtoqlar, все. Ana endi men 100% aytaman. Sizlar endi omoniki qotganchingiz g'urromu deyishingiz mumkin. No da g'urrom tan olaman. No, lekin men agarda yutsam ham pulni o'zim olmayman. Mendan keyingi inson degan ikkinchi o'ringa odam berman. Chunki suv ichmasdan yutdim. Hamma suv ichib ketganman. No, lekin men o'zimni qiynamoqchi emasman. Oy. Va xushpayt do'stlar, eng muhim yangiliklardan birini aytishim kerak. Va u ham bo'lsa bu videoning davomi haqida. Ya'ni agarda mana shu video 55 ming like yig'sa, biz kim oxirgi yo'li ovqat yesa yutadi challenge olamiz. Ya'ni odamlarni och qoldirib, qiynaymiz. Qani ko'ramiz kim ochlikka chidalar ekan. Agarda bu video 100 ming like yig'sa, biz Dubayga borib haqiqiy cho'lda 24 soat yashab ko'ramiz. Suqli o'rtal haqiqiy cho'l, mana bu yerda ilonlar, yovvoyi tabiat, chayorlar va biz o'sha yovvoyi hayotda suvsiz va ovqatsiz yashashga harakat qilamiz. Va bu hammasi uchun o'rtada bu masalan Dubayga borib kelish ham juda ko'p pulim ketadi. Juda ham masshtabli va juda ham o'zim uchun ham esda qolarli video bo'ladi. Bu uchun endi sizlar 100 ming like qilishingiz kerak. Qani ko'ramiz. Agar sizlar bu videoni kutayotgan bo'lsanglar, like knopkasini bosinglar. 100 ming like va bu videoni ko'ramiz. Ammo esa bu paytda xuddi shu paytda Oybekka qatiqqa tuz solib, bolaga buni ichirib, ularni o'yindan chiqarmoqchi edi. Omonxon, qatiq ichsa bo'ladimi? Yo'q, qatiq ham sug'lik. Qatiq yeguli bu. Yo'q, qatiq ham mumkin emas. Voy do'stlar, yaxshi ham men ichmagandim. Qatiq qaranglar, o'rtoqlar yozinglar, qatiq bu yeguli. Kommentariyada odamlar o'zi aytadi, sizlar to'g'ri qolsa noto'g'rimi? Lekin hozirgi vaqtda boshim qatiq ham mumkin emas. Mana. Все. Xiyonat rejalari yana ish bermadi o'rtoqlar. Hozir shor o'yinga chiqib ketish mumkin edi, lekin buni omon barbod qildi. Lekin bitta narsa aytaman, hozir mana bu odamda shunaqa refleks ishlaydi, ya'ni televizor ko'rib o'tirgan paytida baribir oldida nima tursa, o'sha narsani yeyishga harakat qiladi. Men sal qoldi qo'lim kirishga ketib qolishiga, lekin men baribir yemadim, chunki u meni chanqatadi. Stop! Sal detskilayapti-da. Odam nimaga chanqiydi? Masalan, charchaganda, sport bilan shug'ullanganda, suv ichgisi keladi, to'g'rimi? Qo'lim 3 ta kart turibdi. Bittasi oddiy 2, oddiy 4 va bittasi tuz. Hozir aralashtirib, bitta tanlaymiz, 3 ta karta. Kimga tuz tushsa, o'sha 10 ta ajmani qilib. Va shunday qilib bir-birimizni charchatamiz va chanqatamiz. Nima deysizlar? Kelishdik. 1. Oqto'q yaman ekan. 1 2 3 ochamiz. Men o'zimga tuz tushdi. Omonxon o'zi shart o'ylab topib, o'zini o'zi mushkulliga tushirdi. O'rtoqlar, men bularni qiyin o'zim qiynalib qoldim. Men hammanglar o'rtoqlar. Ajmani 10 tamidi? Ha, 10 ta men sanab turaman. Va men ham 10 ta ajmani qilib oldim. Bo'ldi, 10 ta bo'ldi. Qo'ying. Charchaganingiz uchun suv ichib oling, Omonxon. Charchab qoldim. Boyadan beri bular meni suv ichishga majburlamoqchi. Do'sting bo'lsa shunday bo'lsin ekanda. Stop, men qiynaldim. Lekin hozir sizlarni ham qiynayman, ketdi. Yana men tanlayman va o'rtasidagini olaman. Men o'zim hali ko'rmadim, общий ko'rsaman 1 2 3. Oy, Qanaqa bir omadli bolaman, ha? Oybekga tuz tushdi va 10 ta ajmani davom etdi. Ketdi mana, ye qila. Shunaqa qilib Oybekga ham 10 ta ajmani qilib oldilar. 10. Siz 10 ta ajmani qilganingiz uchun mana sizga suv. Mana charchagansiz siz. Yo'q, nimaga hech kim chiqib ketmoqchi emas? Bu xitrlikni faqat men qilishim mumkin. To'xtanglar. Hozir Gamit nima qotgan ekan, ha? Xuddi shu paytda stop, o'rtoqlar. Men sizlarga mana shu ikkita telefonni sovg'a qilmoqchiman. Ya'ni bular faqatgina Omonxon YouTube kanal obunachilariga. Va qo'limdagi mana shu Honor telefonlarini yutib olishni atiga 3 tagina sharti bor. Birinchi shart kommentariyaga Honor so'zini yozib qoldiring. Ikkinchi shart esa Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'ling. Chunki endi bizda tezroq 3 million bo'lishimiz kerak. Uchinchi shart esa Telegram kanalimga obuna bo'ling. Telegram kanal ссылкасini pastda qoldiraman. Albatta o'tinglar va obuna bo'linglar. Chunki asosiy konkurs Telegram kanalida bo'lib o'tadi. Bu o'sha 6 ta sovg'adan oxirgi ikkitasi va bular mana shu hafta o'ynaladi. Yepyangi telefonlar yutib olishingiz mumkin. Va endi bo'lmasam biz yana videoga qaytamiz. Like bosing. Kamit aka, uxlagan odam chanqab qoladi. Suvdan oling. Oling. Qatiq ham suvimiz bor. Qatun ichsa bo'ladi, Gambit. Qatiq ichsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yar, shoshil. Ajrashib olib suv iching. Mana oling.
Suv ichsa bo'ladi. Ha, Ichsa bo'lmaydi-yu, mazgi. Ha, iching siz. Yo'q, mumkin emas-ku. Ya uxlagan odam chanqaydi. Sizlar xitrlik yo'llari bilan meni qalbimga yo'l topib, miyamni chang'itgan holatda sizlar menga suv ichirmoqchi bo'ldingiz. Yoqimli ishtaha. Nima qilib deysiz? O'yin o'ynab, takoy kirishga yeb yotsangiz biz xursand bo'lamiz, Gambit. Rahmat do'stlarim. Boringlarga shukr. Nimada bekityapsizlar meni? Yeb oling oxirida aytaman. Bu bilan fitna qilayotgan bo'lishi ham mumkin-da, mazgiylar. Bunaqa mayli, bolalarni har xil gap qilishyapti. Ammo nesa Zafar aka qanday qattiq qoldilar? Zafar aka, ye. Hali ham basinamisiz? O'rtoqlar, hali Zafar akaning sochlari quruq, ya'ni bu degani boshlari suvga kirmagan. Kirishkiysizmi? Bering. Rostdan suv kirish. Давай. Kirishkiysi bo'ladi. Hay, davlat. Buni to'g'rimi? Oy. Zafar aka ancha chanqashga tayyor bo'libdilar lekin. Men chaqaver. Qo'lda o'sgan. Shunaqa dotyo kirishkinchiga polni tuz qo'shib tashlaganman, yusuf chanqiydi. Lekin buni oldida aytayapman, narida ichishimiz kerak edi, yur. Tvar bilet. O'rta otsami? Bilet kirishki chanqatyapti-yu. Kirishkini kim berdi sizga? Men bermadim. Oybe, chanqatyapti-yu, jigar. Hozir Yeng o'zingiz? Yo'q, yo'q. Yeng bo'ling, mana yeng. Menga berdingiz, men yedimmi? Chanqadimmi endi siz? Davay, mushuk, davay. Men bilan xayolimda ham yo'q. Og'izdan qo'yamiz. Bu hiyla menga ham qilindi. Do'stim, o'zingiz boshlang. Erkakshini zo'rlamaydi, qo'ying. Do'stlar, mana sizlar ko'rib turibsizlar. Bu ishni o'zi kim boshladi? Menmi yoki Oybekmi? Hozir kommentariyga yozib qoldiringlar. Gambit mendan shubhalanyapti o'zi. Men indamay xonamda yotibman-da. Через net siz paydo bo'lib qolyapsiz xonamda-da. Qo'limga suv, qatiq 2 reshki beryapsiz. Men kirishkini yeyapman. Suv ich deyapsiz. Bu sog'liq, ya'ni qachuv. Va shunaqa tortishuvlardan so'ng bizani challenge boshlanish vaqti ham kelib qoldi. Muhammad do'stlar, menimcha уже biz hammani chanqamaslik uchun o'ylab topgan usulni ko'rib bo'ldik. Taksi usuli shuning uchun ham endi navbat challenge'ga va qiynoqqa. Nima o'ylashim bo'yicha biz boshidan qiyin challenge qo'yamiz va bitta ishorchni chiqarib yuboramiz. Davay. Va endi bo'lmasam navbat challenge'ga va bu ham bo'lsa berkimochoq bo'ladi. Lekin bu berkimochoq noodatiy bo'ladi. Ya'ni bitta odam qidiradi va uni qidirishga rovna 3 minut beriladi. Qolganlari esa yashinadi. Berkimochoqda qidirayotgan odam 3 minut ichida kimnidir topsa, u odam nakazaniga qoladi. Agarda undan keyin yana boshqa ish qilishni topsa, oxirgi bo'lib topilgan odam nakazaniga qoladi. Qolganlarini esa challenge davomida tushunib borasiz. Lekin biz hozir 5 tamiz va qo'lni 5 ta karta, bittasida tuz bor. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, oddiy sonlar va bittaginasi tuz. Va kimga mana shu tuz karta tushsa, o'sha qidiradi. Mashinasi. Hop. 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 Birinchi ochamiz. Birinchi o'sha orqa esa ochadi. Va. Bam. O, oddiy ishtirokchi. Bam. Oddiy ishtirokchi. Gambit! No, Gambit fokusnik menimcha sehr jodu qilib tuz kartani o'ziga oldi va bo'lmasam Gambit qarang. Darvozadan chiqasiz, va uni 2 minutga timing qo'yasiz, keyin qidirasiz. Va xuddi shu payti yana 2 minut o'tgandan keyin 3 minut timing qo'yib qidirasiz. 3 minut oshga kerak emas. Bo'ldi, okey. Shuncha kartam orasida tuz shillim topganda, bekininglar, sizlarni ham sekundda topib olaman, xavotir olmanglar. Prosta tuz olish xohladim, oldim. Hozir topish xohlayapman, topaman. Bu tipsi. Bizni bekomimiz o'rtoqlar. Menda plan yo'q, lekin hozir topaman. Bu devotlar hammaga ko'rinib bekinib yuribman. Bular xattarga ko'rasan. Xudo birinchi topilsam, bularni topib beraman qalay. Do'stlar, bilmayman qayerda berkinishni. No, lekin bilsam nima qilaman? Qarang, ikkita yassiq oldim, ketdik. Birinchi o'rinda xuddi mana yerda odam bor deb ko'rsatish uchun yassiqlarni qo'yib lavoshga qo'yaman. Va bu Gambitni vaqtini yo'qotadi. Qaranglar. Xo'p, ikkinchi o'rinda esa berkinishga berilgan joy bu dachani ichida. Balki Mametdan chiqib qolarman. Ana. Va xuddi shu paytda do'stlar, men derazani bu betida turibman. Hammani chekka o'qib turaylik, qarasa ko'rmasin uchun. Ana, mana deraza, mana esa bo'taman. Muhim do'stlar, prosta like bosib qo'yib bo'ldi. Menimcha u tezroq birinchi etajdan keyin yo'l topadi, mana shu tepaga chiqish varianti. Hech bilan chog'roq tushib ketadigan tepaga. Hozir 2 minutda bo'lmaydi. Xullas, shunga bekaman. Qayerga bekomsizlar? Shetganman. Va Shohrux Elsi Oybek akani sotqin ekanligini sezib qolib, boshqa joyga berkinishga qaror qildi. Do'stlar, dinamit kiradi va men bu yerga bundoq qilib o'tirib olaman. 1.30. Sardor bular, bu hammasi men bunaqa qilib bekon, hammasini ko'rib oldim. Birinchi o'l topilaman-da. Qolganlarni topib beraman. O'zingga qolmayman. Kimni o'tirib olaman-da? Gambit meni birinchi topadi. Voy, topilib qoldimi? Ostiga topib beraman deyman. 10 sekund. Qaranglar o'rtoqlar, men Mametdan ko'rmar ekan. Men mashtan poylab o'tiraman. Va shu tarzda men bemalol ishlayman. Hamma hozircha Gambit tashqarida. Basliga! Va boshladi! Все do'stlar, Gambit уже keldi, Gambit уже kirdi. To'g'risi bilmayman do'stlar, hozir men topadim yo'qmi? Novagan taqdirda ham baribir berkingan joyim juda xitrichi. Va o'ylashimcha men bu challenge yetaman o'rtoqlar. Tezroq bo'ling, 3 minut vaqt sizda. Men timer qo'yganman, o'zimning vaqtim borligi vaqti xayolda yo'q. Mana do'stlar, mana Gambit. Figasi?
yuribdi. Do'stlar, Oybekka topildi. Endi Oybekka sotqinlik qilish mumkin. Shuning uchun men yashab olaman. Bular hammasi tub bo'yicha o'yladi. Men bular hammasi haqida ko'rib oldim-da. Endi men bitta top beraman, kasallikdan qutulib qolaman. Давай, jigar, давай. Bu yerda yo'q. Qayerda yo'q bo'ladi? Блядь. Do'stlar, men qaylanib keldim. Давай, puling. Oybek, azalmisiz? Do'stlar, men tashqaridagi mana bu daraxtga orqasiga berkim oldim. Mana shu bitta topsak bo'ldi. Mana to'xting. Yo'qmas, mana yo'q. Do'stlar, bo'yaman men betga bekinuvdim. Oybek meni ko'rib qoldi. Tashqarida uli. Tashqarida, блядь. Men boydan beri aylanib yuribman. Va Gambitiga hovlini orqasiga o'tganida menga juda yaqin keldi. Va Oy, o'g'ilni ko'rdim, vallahi. Zafar topamiz ketdi. Zafar tepada 100 foiz tushmadi pastga. Endi savol butun dashani aylanib chiqdik. Zafar bilan AC qayerda edi? Kimmi? Do'stlar, men betga Gambit keldi. Yo'g'iga Oybek keldi. Lekin meni topisha olmadi. va o'yin tugashini oxirgi sekundlarida Oybek Zafar ekanini topib oldi. Hamma do'stlar, endi navbat nakazaniyaga va bu ham bo'lsa qo'lni ko'rtirgan uniylar. Ya'ni bir qoshiq un yeyish kerak. No, bilsanglar bundan keyin libodan chanqaydi. Lekin esdan chiqarmang, bu narsaga Oybek aybdorlar. Ya'ni Oybek meni ham asli sotdilar. Sizni ham sotdilar. Shunaqa, sotgandan ko'ra un yegan yaxshi. Do'stlar, sezayotgan bo'lsanglar, Oybek boyadan beri bizga har xil hiylalar qilyapti. Menga kereshki, qatiq, Gambitga kereshki, Ibyoda Omonxonni topishi va Zafarni topishi juda meni shubhalantiryapti. Nimaga bilasizmi? Chunki g'oliblar bitta bo'ladi, jigar. O'sha ham men bo'laman. Buni yutish shart emas, to'g'rimi? Обязательно emas. No, yo'q, yutish degan joyi yo'q. Yesa bo'ldi. Men Davay. Kel. Oy. Chunki do'stlar, bu uni yutmasa ham itak og'iz ichidagi hamma namni so'rib olib, O, chaymasin. Chaymasin og'zini. Va bu un boru og'zimni so'liklari ozgina qolganda ham qaranglar. Endi ashan og'zimni ham chayish mumkin emas. Nikak, vaziyat, lekin bolalar nima deysizlar? Men oxiriga chiroylimanmi yo'qmi? Videoni oxiriga yetib qo'yinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Gambit aka qarang. Oybek akadan siz yordam so'radingizmi? O'zlari shunaqa kirsa. O'zi aytdi. Bo'ldi, Oybekni topdim deb dars yuguraman desam, to'xtang, men sizga yordam berishim kerak. Men ularni qayerda bekinganini bilaman dedi. Menga o'ynavordi. Ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, hamma bilib turibdiki, bu o'yinda cho'ta sotqin bo'lsa, hamma ish ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ham Sotqinni yo'q qilamiz. ket, ko'taringlar. Va do'stlar, bu challengedan bozorchilar chiqib ketdilar. Kommentariyaga yozinglar. Chesko o'ynadim bo'ling. Hammamizga yig'ilib video sizga qaytdi. Siz kelishgan yo'qsizmi? Kelishga yo'qmi? Nimaga bilasizlarmi? Chunki chaynasam so'lay hosil bo'ladi, unni tuplab tasha olaman. Oy, mana bu genialimiz. Va shunaqa qilib bizni Oybek akani bu challengedan chiqarib yubordik. Keyin esa bizda yana yangi challenge boshlandi. Va endi bo'lmasam do'stlar, navbat challenge-ga va bu challenge omadingizga sharga tegmaysan challenge. O'zim uni topdim. Va biz bu challenge-da galma-galdan cho'pani suqamiz. Kimni galda shar yorilsa, o'sha ishtirokchi nakazaniga qoladi. Masalan, bir qoshiq bu safar tuz yeyishi mumkin. No, hamma birinchi o'zim tiqib beraman. Zafar aka chorg'a esa keyin Gambit aka ketaveradi. Birinchi men tiqdim. Ya, Romey. Siz yoniga tiqib qolsiz, hali shar yonigadir. Farqi qolsiz ham shunaqa qiling. Hey! Voy, yaxshi. Oy. Voy! Bosing pastga. Yorildimi? Yo'q. Va endi bo'lsam Gambitning navbati. Yana menga qaytib keldi navbat. Hamayl, okey. Okey, примерно qatalagan tushundim. Opa. Va endi bo'lsam navbat yana Shohrux AC ga. Oy! No, okey. Davay, Gambit aka chiqib keting. Meni ham aqlim yetadi. Davay. Chiqmasa, Kel. nakazing. Yana Zafar aka. Yana Zafar. Shar bor ekan. O'rtoqlar ko'rib turganinglarda yana Zafar aka nakazaniga qo'yibdilar. Pushaymonsiz yaqinda Zafar bu ketishdi. Hamayli, bu safar mana qilamiz. Nakazaniyani o'zingiz tanlaysiz. Nakazaniya qutisidan. Davay. Bo'ldimi? Davay, nakazaniya qutisi olib kelamiz. Va do'stlar, qo'limda nakazaniya qutisi va Zafar aka bitta nakazaniyachidan tanlang. Ko'pgina ko'ryapmiz.
Zavrga tushgan nakazanya bu qani? Issiq kurtkada 60 marta o'tirib turish. Nima qol Zafar aka? Qalin kurtka kiyadilar va 60 marta o'tirib turadilar. Va do'stlar, bu degani Zafar aka ana hozir terlab chanqiydilar. Hozir buni ko'ramiz. Mana shu kurtkani kiyasiz. Wow. Davay. Qullu bo'lsin. Qullu bo'lsin. Bola bo'lsin. Bo'ldi. Ana, boshlang. 60 marta. 1. Va shu tarzda Zafar aka ham qalin kurtka bilan 60 marta o'tirib turish mashqini qilayotgandi. Bu paytda men esa va do'stlar, Zafarga qiynalgan paytlari men chanqab qoldim. Va do'stlar, Anita Zafarga qiynalib yotibdi. Aman esa xuddi boyagidek energetik etishda davom etaman. Ko'rib turganingizdek, o'rtoqlar, umuman men chanqamayapman, chunki men har doim suv ichaman va energiyaga boyman. Da xuddi mana shu narsani, aman bu g'irromchilik deyishim mumkin. Lekin men bu chun yutmoqchiman. Shuning uchun ham yutganimni ko'rasizlar. 59 va 6 mush. Mana suv. Bitta ichinchal chanqadingiz-ku, iching. Charchadim men. Va yana o'sha gap do'stlar, hozirroq like bosinglar. Boya aytib o'tganimdek, 55 ming like va bu videoning keyingi qismi. Va qachonki mana shu videoga 100 mingta like yig'ilsa, biz Dubayga borib haqiqiy cho'lda yashab qolamiz. O'rtoqlar, bu o'zbek YouTube'da hali qilinmadi. Va biz buni birinchi yordamda qilmoqchimiz, lekin buncha pul tikib harakat qilganga yarasha, endi boshqa davlatga borganga yarasha bu narsa obunachilarimga yoqadimi yo'qmi? Buni bilmayman. Shuning uchun ham like bosib, menga buni bildiringlar. 100 mingta like oshgandan keyin biz boshqa davlatda haqiqiy sahroda, haqiqiy ilon, chayon shular bilan birgalikda 24 soat yashaymiz. Davayda like bosinglar. Va oradan biroz vaqt o'tgach, bolalarning oldiga qaytib tushdim. Mamoxon, men suvchisiz bitta gap aytaman. Iching bitta gap aytaman. Ichmasiz yetmayman. Zafar aka nima bo'ldi? O'tirib turdi 60 ta, lekin ichmadi. Qamayli, bo'lmasin bilasizlar men nima? Kim men bilan tepada PlayStation o'ynashga aql aytadi. Nima o'ynash kerak? PlayStation просто любой narsa. Farqi yo'q-ku. Ketdingmi bo'ldi. Lekin yutqizgan shart bajarmaydi. Qiladi. Men PlayStation o'ynamaganman. O'ynayman deb o'ylaysiz. Erkakmisiz? Shu janolni lafzingiz bormi? Ket. Hozir FIFA qo'yadi, men jinnizangi FIFAni zo'r o'ynaydilar. Yo, aldatdilar. Do'stlar, men hozir Gambit aka bilan UFC o'yinini o'ynayman va o'yinda 3 ta raund bo'lsa, biz har bir yutqizgan raundimizda отжимание qilishga va umumiy raundlarda kim yutqizsa, tuz deyishga kelishdik. Ketdikmi? Bu yoqqa mazgi, bu yoqqa. O'y bilan tugadi. Tugadi o'yin o'rtoqlar tugadi. 1 2 3 4 5. Va ikkinchi raundda ham yana men yutdim va Gambit aka 5 ta ajmani qildilar. Xo'p, Zafar menga zo'r idea keldi. Ichkari sal issuvroq-ku, ba'zi sal odam qizisa chanqaydi. O'shaning uchun biz ko'chaga chiqamiz tapchanga, chunki biz tog'damiz. Havo salqinroq, biz chanqaymiz. Shuning uchun ketib tashqarida men bu o'yinni o'ynab o'tiraman. Gapingiz rost o'zi bitding. Yo'q, menga o'tmaydi bu ishlaringiz. Va endi bo'lmasa navbatda revanshga, ya'ni 3-raund. Almashdik biz. Voy! Do'stlar, 3-raundda men Habibdan yutdim. Va Gambitga ketdik endi tuzishga. Mayli, ajmani qilmang, ketdik. Va eng qizi xuddi shu paytda qolgan bolalar qotgan ekan. Mana siz menga o'yin prekrakat qildingiz. Men ham sizga bitta narsa prekrakat qilaman-da. Yutqizgan tuxum yutadi. Bo'pti, kelishdik. Yutqizgan Tuxum yutadi. tuxum yutadi. Let's go. Bitta oq ketdi, bitta ko'k, ikkita Ana, ketdi. Va bolalar ketma-ket musli bo'lakchalarini tushirishni boshlashdi. Do'stlar, mana tuz. Mana shuncha qaranglar mana. Tiltay tashlaringmi? Tiltayga, davay. Oppa suvlarimiz bor, chanqib qo'ygan bo'lsangiz. Hay, o'rtoqlar, kim oxirgi bo'lib suv ichsa yutadi, chunchida ancha qiyin kelyapti-yu. Siz o'ylashinglar mumkin, tuz ichgandan keyin suv ichmaslikni osondir, lekin umuman emas. Shomasiz o'zingiz sinab ko'ringlar. Qani Zafarjon? Ikkita ko'k. Ko'k oladi-yu. Hamma ko'klar uporda turibdi. Voy, tuxum yutasizmi deyman, Zafar? Bitta ko'k kerak bizga. Bitta ko'k? Yana bitta ko'k kerak. Qaysini tushunaman? Qo'madi-yu. Wow, do'stlar, ana endi o'zingiz tayyorlagan nakazaniyaga o'zingiz tushdingiz. O'zi bechora bola mana 17 o'tirib turdi. Bechora endi tuxum ichmoqda. Hozir meni o'zim bekordan bekorga shart beribman. Endi o'zim yutishga majburman. 1 2 3. Ketdi. Voy, qanaqa qilib. Men vaqsha hayron qoldim. Zafarga qanaqasiga chidabdilar o'zi. Shuncha qiyinchiligi bo'ldi. Men bitta Gambitdan vona ketib tuz bilan nimadir qilishga. Xushbat do'stlar, Mo'xo YouTube kanali kimlarni ochdi? Pastda ko'rishingiz mumkin. Lekin bizning maqsadimiz kattaroq. Shu uchun albatta obuna bo'linglar. Tezroq o'shimga ketaylik, davay. Hamma qiynayaptimi? Endi men hammaga qarshi chiqaman. Ayniqsa Shohraysi. Do'stlar, anina navbati yana challenge-ga. Chunki nima qilamiz? Bekor vaqt o'tkazib. Davay challenge qilib, nakazana bilan bir-birimizni qiynab, tezroq g'olib aniqlaymiz. Shuning uchun ham qo'limizda tarvuzchalik ko'proq turibdi, dam urilmagani va qo'limizda nasos. Va bizning yagona maqsadimiz shahrimizga ko'proq
havo berib yorvorish. Kimni shari oxirigacha yormasdan qolib ketsa, o'sha ishtirokchi naказание uchraydi. Hamma tushundimi? Da. Lekin qo'y, bu naказание juda og'ir bo'ladi. Hamma to'g'risi 1, 2, 3 ketdi. Davay! Va oradan rovna 1 minut o'tgandan keyin Menga birinchi yorilib ketdi o'rtoqlar. Ya'ni men yutdim. Quloqim eshityapti. Hamma qolganlarni ko'ramiz. Oh, Shohruh esi. Voy! Voy! Eng qizig'i bor-ku, Zafar aka yana yutqizdilar. Bor alamimni men shar bilan olaman. Ketdi, 1, 2, 3. Baqirishimga o'rladigan sharlar bor ekan. Va shunda do'stlar, Zafar akani naказание edi. Va bilasizmi bu naказание nima? Nima? Eng issiq saunada 10 minut turish. Va do'stlar, Zafar aka o'sha sauna ichkarisida va mana buni qirib qizib yotishini, o'sha ketib chiqdi. Va o'rtoqlar bizda taymer ham ketyapti. Va qani ko'ramiz, uni 10 minutdagi Zafar aka 100% chanqiydi, to'g'rimi? Og'iz pilchillab ketadi-yu saunada. Bo'lmasa hozir buni ko'ramiz. 1 minut 20 sekund vaqt o'tdi. Zafar, sabr qiling, yana shundan 9 ta turib bersangiz bo'ldi. Do'stlar, anita Zafarga qiynalyaptilar. Amanisi bu paytda yaqinda kelasan. Yana energetik oldim. Xos. Yo'q, keking. Va o'ylashim bo'yicha mashitda berkingan holda yana energetik ichsam bo'ladi. Oy. Zafar, Jigar suv. qarang. O'zida ham suv bor. Faqat u bassendagi cho'milingan suv. Men o'sha qo'rqmayman, men ketdim. Ya, biz mujikmiz. Albatta do'stlarim, hoziroq videoga like bosib qo'ying, chunki boya aytganimdek, mana shu videoga 55 mingta like va bu videoni ikkinchi qismi, ya'ni kim oxirgi ovqat tez yutadi challenge chiqadi. Bu juda ham qiyin o'rtoqlar, suvdan ko'ra, shuning uchun albatta like bosib qo'yinglar. Agarda bundan da masshtabliroq video ko'rmoqchi bo'lsangiz, 100 mingta like yig'inglar va biz Dubayga borib haqiqiy sahroda yashaymiz. Donnoziki o'ynaymiz. Kim yutqisi ichadi? Yo'q. Davay. Yo'q. Ishonmaysizmi o'zingizga shunchalik? Yo'q. Qiziqishga просто kim ichgan bo'lardi? Nega ichilinmaydi? Yo'q, ichilinmaydi. Mana ko'ryapsizlar, kim agar ichilinmaydi, no просто kim ichgan bo'lardi agar yutqizganda. Просто interes. Don ziki. Jigar uchun nol. Ko'rdingizmi kim ichgan bo'lardi? Men sizni o'yladim-da, o'shaning uchun. No risk, no Ferrari. Balki endi ichishdan o'ynaymiz. Ichishdanmi? Ichishdan. Go! Ichishdan. Don ziki. Nima bo'pti? Это плюс aura gambit. Bu mana auram edi. Donnoziki ichishdan o'ynadik. Birinchi prostak o'ynadik. Agar Kim kim ichgan ichgan bo'lardi? bo'lardi deb. Menda 3 gambitdan 0 bo'ldi. Keyin endi ichishdan o'ynaymiz dedik va zonzonziga o'ynadik. Bu safar gambitda 3 mandan 0 bo'ldi. Shuning uchun Ichasizmi? Ha. Chiqib ketasizmi? Jigar qarang, xohlasangiz iching, xohlasangiz ichmang. Men просто birinchi qo'lda sizni qo'lingizni o'rganib oldim. Ikkinchisida shu qo'lingizga qarshi strategiya o'yladim. Tushunyapsizmi? Shunaqa qilib men sizni yutdim. men 5 tashadim, shuning uchun ichaman. Oy! Ichdilar! Besh! Shohruh ACM deb o'rtaga challengelar chiqib ketdilar. Bular kutilmagan joyda bo'ldi men uchun. Xuddi mana shu paytni o'zida kommentariyaga hoziroq Shohruh AC mujik deb yozib qoldiringlar. Gapirdi. Gambit aka, no hamma muzika solidarmiz. Ya, purs paprikolik deb men qilmasam mayli deb taka xasni yotgan paytlarim yo'q, men 5 tashladim, qilaman oxirigacha bordilar, shuning uchun ham mujiksiz siz esa menga yutishimga yana bir qadam tashlab berganingiz uchun rahmat. Xohlaysizlarmi Zafar bilan ham shunaqa bir pismag'ona qanaydir o'yin o'ylab topgan holatda uni ham chiqarib yuboraman. Tillab ketganini qara. 8 minut 50 sekund o'zinglar uchun ko'rib qolsanglar bo'ladi. Gradus 120. 120 degani bu 100 gradusda suv bug'lanadi. 120 gradusda уже suv fishillang yonib ketadi degani. Nu Zafar shu 120 gradus issiqda уже 9 minut o'tiribdi. Chanqamadingmi? Chanqadim dedi. Suv olib kelib bersam ichasanmi? 10 sekund qoldi. 1 2 8 9 10. Zafar bo'ldi, chiq uka. Basseynga sakraysanmi? Yo'q. To'xta, obzor qilaylik san. Orqani qaranglar, qo'l bo'lib ketgan. Zafar aka, nima? Suv ichmadilarmi? Yo'q. Nimagadir tayyorlanayotganim bilmadim, lekin tayyor. Zafar aka nechta qiynoq qo'shib bir 4 dan 5 ta qiyinchilikdan keyin ham hali ham tiriklar. No bu, молодец. Va aningda do'stlar, yana navbat challenge-ga. Va ko'rib turganlaringdek, oldimizda juda ham ko'p stakan va biz mana shu stakandan hozir o'zimizni qasrlarimizni quramiz. Va bir yil davomida qasr qurganimizdan keyin kimda qasri eng bas bo'lsa, o'sha inson yutqazadi. Tushundingizmi? Tayyormisizlar? Do'stlar, men o'yindan chiqib ketgan bo'lsam ham, lekin endi men bularga hakamlik qilaman.
qilaman. Qo'limda taymer turibdi, u 1 minutga mo'ljallangan va men bularni qaysi birini uyi baland bo'lsa, o'shani yutdi deb hisoblayman. Va eng kichkina uy qurgan inson nakazaniya oladi. Do'stlar, o'sha 3 tagina ishtirokchi qoldi. Sizlar kim yutadi deb o'ylaysizlar? Men o'z yutaman deb o'ylaganim, lekin chiqib ketdim. Bu yerda Omonxon, Zafar va Gambit qoldi. Siz kimga balet qolsiz? Shuni hozir kommentariyaga ismini yozib qolding o'sha blogerlar. No, menimcha hamma aka-uka deb yozsa kerak. Chunki Zafar akam o'sha bilingan, yana nechta nakazlardan o'tib yana qolishlari mumkin. No, hozircha Zafar aka deb o'ylayman. 1, 2, 3, start bor. Ket. Boshlanishga post qilamiz. Omon shoshma, Omonjon shoshma. Men ota bobom qasr qurgan. Merlinni qasrini sizlar qurmaganmisizlar? Hayajon bosyapti. Mani uyqu bosyapti. Yo'q bilan. Ey, nima qurasiz Zafar aka? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Do'stlar, ko'rib turganingizdek, Zafar uyi eng balani bo'lib turibdi, lekin bu yerda sporniy moment. Omonxon va Gambit ikkalalari ham bir xil uy qurib qo'yishdi. Shuning uchun bularni endi stakanlarning sonini sanaymiz. Kimiki ko'p bo'lsa, o'sha yutadi. Do'stlar, Gambit nakazaniya oladi, chunki Gambitda 35 ta, Omonxonda 37 ta stakan. Va endi bo'lmasam do'stlar, eng qiziq joyi hozirroq like bosinglar. Va biz buni buzamiz, ketdi. Hamma do'stlar, demak, Gambit aka nakazaniya tushdilar. Va endi bo'lmasam biz nakazaniya qutisini olib kelamiz. Gambit tanlang. Vau, nima ekan? Okey. Ikkita shirinlik yeyish. Bu shirinlik shirin. Og'zi chilpilashib tashlaydi. Sushnakka yeyiladigan narsa. Okey. Deyt bo'lmasa endi Gambit akaga mana shu shirin narsani yediramiz. Va endi bo'lmasam navbat nakazaniyani bajarishga. Va давайте biratom shikolatlaning. Qiyin narsa emas. Просто boyagi tuzi tama hali og'zimda turibdi. Bu dakka bo'lib, battar chanqatishi mumkin. Chanqatish mumkin emas, chanqatish aniq. Bilasizmi bundan yana nima aniqroq? Agarda bu video 55 ming like yig'sa, bizni kim oxirgi ovqatingizni yutadi challenge olamiz. Agar 100 ming like yig'sa, men Dubaydagi haqiqiy sahroga borib, o'sha yerda kim oxirgi sushi challenge olmoqchiman. Yema. Haqiqiy cho'lda 24 soat yashab qolib, agar sizlar bu videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, prosta like bosinglar bo'ldi. Sizlarni atigi 1 sekundga ham bormaydigan bitta knopka bosishinglar va men umuman boshlanadiga o'zim millionlarimni ishlatib borib, sizlarga million odamlar ko'rgan kontent tayyorlayman. Prosta sizlar xohlayotgan bo'lsa like bosinglar bo'ldi. Siz esa davay shikolatlaringizni oling. Yoki Zafarga yordam beramizmi bitta deb. Конечно. Bitta o'rtalar nakazaniya emas, bu nabort yordamchi, bilasizmi? Men ham yordam berib yuboraman. Lekin to'g'risini aytsam, bu nakazaniya emas ekan bu. Yo'q, to'g'risini aytdi. Yegilik kelib turibdi, to'g'rimi? Ranga vashingchi desa bo'ladi-yu, momo. Menga bo'lgan uchun. Shirinligini qara. Bu yerda hamma yutadi. To'g'rini tuxumi. Bo'ysan yutding, to'g'rini tuxumini. Men yutib bo'ldim. Demak, endi yutishim kerak. Kimdir Nimadir ko'rinib qoldi. qo'loq qildimi, cho'madim. Sen nimadir ichding, nima? Nimadir ichdingiz-a, lekin bor-ku. Hech bola bo'lgani yo'q. Kadrni ko'ramiz. Davay ko'ramiz, ichdingiz. Ko'rasizmi, labi qo'l. Osh kadr, bo'ldi. Va bola kadrda men ichimlikni ichmaganimni ko'rib olishdi. Demak do'stlar, bu nakazaniya bajarildi va endi challenge-gacha ham hali yarim soat vaqtingiz bor, shuning uchun hamma xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Свободное время. Vaqt o'tkazish kerak. Конечно же, kompyuterda bor o'yin. Cho'tki tachkani olib, GTA o'ynab o'tiribman degan. Men bu yoqda Oliver Roganman qarab turlar, basharasi ketadi. 1 2 3. Oppa. Oppa, oppa, ana mazasi qochdi-da o'sha. Bu to'la eng qizig'i ular hozgina ketdi va eng qizig'i men xayolda sal qoldi ularni ko'zini oldida ko'rardim. Tasavvur qilinglar, naqadar jinnicha chiqib ketish bo'lardi agarda yonida ichib qo'ysam. Prosta ko'tarilishga qamaydi. Voy do'stlar, Omonxon meni o'yindan chiqib ketdi deb bolalarga g'irrom ishlatdi. Lekin men buni videoga oldim. Yo'q, telefonimni bering. Bolalarga aytaman. Necha? Bilan nechasi? Hozir kommentariyaga yozib qoldiringlar. Omonxon g'irrom o'ynayapti. Yo'q. Komment yozgan ekan. Gambit, Zafar. Sizlar mana bu narsani ko'rsanglar-chi. Mana bu narsani ko'ringlar. Omonxon sizlar chiqib ketganinglardan keyin meni o'yindan chiqib ketdi deb o'yladi-da va men bu suvni ichib yubordi. Siz g'irrom o'ynayapsiz. Kameralar bizdan oldimizdan chiqarib yuborib, o'zi suv ichayotgan ekanda. Men shu narsani guvohi bo'lib qoldim. Omonxon g'irrom o'ynayotgan ekan. Shuning uchun Omonxon o'yin tark etish kerak. Hammalar o'rtoqlar, men bu videoda Joker o'g'irzadim va Joker bo'laman. Bu bilib qolganimiz, bilmaganimiz qancha edi? Bilmaganingiz ko'p, videoda ko'rasiz. Lekin agarda momoda agar men yutsam ham, mendan keyingi insonga tipo g'oliblik qilamiz. Oxirida prosta shunaqa tipo zo'r tipo kontent qilamiz degan maqsadim bor edi. No, shohirqisi, xayromda ham yo'q shohirqisi bo'lgan. Vatanparvar. Alasiz. Hop, hammalar hop, video bo'yicha hozir ikkita odam finalga chiqdi. Bu Zafar akam bilan Gambit akam. No, kimdir taslim olmoqchimi Gambit aka? Yo'q, hech qachon. Kimdir taslim bo'lmoqchi. Sizmi? Albatta, Gambit.
Va endi bo'lmasam o'rtoqlar challenge'imiz eng qiyin paytlari boshlandi. Ya'ni ketma-ketiga qiyin nakazaniyali challenge'larni boshlaymiz. Va birinchi yo'l boshlanishiga biz qalampir yeyish nakazaniyasiga bog'liq challenge boshlaymiz. Va endi bo'lmasam do'stlar eng qiyin raundga navbat va qo'limda 4 ta quti bor va bittasining ichida juda ham achchiq qalampirni quritilgan va yana achchiqroq narsalar qo'shilgan versiyasi turibdi. Va qolgan qutilar ichi bo'sh. Faqatgina bittasining ichida boya aytganimdek mana bu zaharli narsacha turibdi. Tomosha qilinglar. Men bitta cho'g'asizlar nima borligini. Mana qutilar bittadan tanlab ochasizlar. Birinchi kim tanlamoqchi? Bo'ldi. Ana endi bo'lmasam Zafar akaga tushgan narsani ko'ramiz. Qutini ochadilar, ichida bo'sh quti. Ana endi bo'lmasam Gambit akaning navbati. Bu bo'sh qutini esa po'stga yo'qotamiz. Gambit aka tanlagan quti va ichida bo'sh. Do'stlar, ana endi bizda rovna ikkitagina quti bor. Bittasining ichida xuddi boyiga qalampir bor. Eng qizig'i Zafar aka shuncha qiyinchilikdan o'tib yana qiyinchilik uchradilarmi? Buni hozir bilamiz. Bosh! Demak, Gambitga qalampir tushdi. Ну, короче, ichida nimadir bor, shu borligi uchun men hozir qalampir ichida qalampir deb yozilgan do'stlar. Gambitjon, oling. Gambit aka ishonavering. Bu haqiqiy qalampir quritilib, ezilib, вообще achchiq qilingan versiyasi xolos. 100% qalampirdan ko'ra achchiqroq shuncha. Короче, kuni bo'yi mana shuni achchig'i bilan yuraman lekin. Suv ichishim kerak bo'ladi degan. Ket. Yuzini qaranglar. Qale. Voy, bilet, voy, men qiynalib ketaman. Qale, suv beraymi? Burniga beraverding qizni. Suv beraymi? Suv! Ey, suv! Gambit, mana. Suv. Ey, Gambit, suv ichasizmi? Va do'stlar, hozir Gambit nerealniy qiynalyapti. Va bundan keyin ham Gambit aka taslim bo'lmoqchimisiz yo'qmi? Da tushunarli. Va endi bo'lmasam biz 100% g'olib aniqlaymiz. Va buni qanaqa bo'lishini hozir ko'rasizlar. Va endi navbat finalli raundga. Va bu raundda bizda mana shunaqa ikkita cheligimiz bo'ladi. Mana bu qutining ichida sharlar bor, ya'ni wow, yutdim. Ha, deydi ustiga tushsa-da, qanaqadir jirkanch narsa emas. Ammo bu qutining ichida esa pursa chinoq, buni qara. O'rtoqlar, ham rolton, ham qanaqadir tomatli sos. Hamma bo'lmasa hozir ta'mirtiramiz-chi. Ya'ni pulsa tushunish uchun biz hozir o'zida bu challenge'ni bitta g'olibini aniqlaymiz. Va qani ko'ramiz, kim mana shu million so'mni qo'lga kiritar ekan. Hammanglar ana endi bo'lmasa ishtirokchini chaqiramiz. Bolalar, kelinglar. Va ana endi bo'lmasa qarang. Siz haligacha suv ichmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Gambit aka sizchi? Uni qatiq iching deyishdi, no yo'q dedim. Dashi qatiq ham ichmadi. Yo'q. Orqaga bitta qaraysanlar, ikkita chelagi bor. Bittasining ichida g'oliblar narsasi, ikkinchida mag'lublar narsasi. Kimga shu g'oliblar narsasi tushsa, esa g'olib bo'ladi. Mag'lublikka afsus. Ana endi bo'lmasa yashil yoki olovrang chelakning bittasini tanlash kerak bo'ladi. Birinchi o'lik kim tanlaydi? Biz ikkalamiz ham bor. Sen tanla. Qolgani menga. Oy. Qaysi birini tanlaysan? Qizil. Demak, bu degani yashil quti Gambit jon akamga qoldi. Hamma ana endi kelinglar o'tira olasizlar. Va ana endi bo'lsam do'stlar, birinchi o'lik Zafarga tanlagan qutilarni o'zlariga tushiramiz. Va ana endi bo'lsam Zafarga tushgan narsa bu. O'rtoqlar, Zafar akaga tashlar tushgandi. Bu degani Gambit akaga tashlar tushdi. Boya nima dedim? Prosta vaqtga qo'yib beramiz. Nima bo'lishini o'zi ko'rsatadi. Zafar jigarim, mendan xafa bo'lma, o'zing tanlading. Shuni mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun o'zing tanladim. Mana 1 millionim qani? Sizni 1 millioningiz mana. Wow, yaxshi. Va shu bilan do'stlar, yana bir challenge o'z yakuniga yetdi. Sizlar kim yutish kerak deb o'ylaysizlar? Kommentarga yozib qoldiringlar. Va shu bilan bu video o'z yakuniga yetdi. Bu hali tugamadi. Bu boshlanishi. Ammo esa hozir sizlarni like bosishinglarni eslatmoqchiman. Chunki bu challenge davomi shunga bog'liq. Va agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga Zafar Malades deb yozib qoldiringlar. Qani ko'ramiz, kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan.